Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Apamdan anlasam sizlar joyni chiqmaydigan. Chuma ko'nglim bekkinim bo'ldi. Chumashqa men bugun sizlarga Sira jurnaldan bir cho'chak o'qib beraman. Nasiba mo'mam aytgan hikoyalar. Abduri Oyshanur. Rasm Hilal. Eng xo'shal vaqtlardan biri edi. Qish fasli bo'lgan qish fasli bo'lganligiga qaramay bu kuni bu kuni havo to'liq go'zal edi. Derazadan quyosh nuri tushib turardi. Nasiba mo'mammu pardalarni ichib uyning quyosh nuriga to'lishiga ruxsat bergan edi. U eng yoqtiradigan divanda o'tirardi. Qo'lida bir parcha surat tutib bo'lib, ichiga kiribla ketgan edi. Ko'zlarida bo'lsa yosh lig'irlaydi. Shu asnoda Ahmadjon onasi Nasiba momoga avatgan go'shtlarni ilib keldi. Eshikni qo'ng'iroqni bosdi. Jirang, jirang. Biroq Nasiba momo qo'lidagi suratning ichiga kirib ketgan edi. Bo'lg'achqa tuymadi. Ahmadjon bog'chaga chaqirdi. Momo, momo, eshikni ochamsan? deb so'radi. Xayolidan andik uyg'ongan Nasiba momo jabdastlik bilan o'rnidan turib eshikka mangdi va eshikni ochib, "Xush keldingiz, Ahmadjon bolam. Javob ketibsiz bolam", dedi go'shtlarni momosiga berayotgan Ahmadjon. Yo'qsin momo. Qo'ng'iroqni bossam anglamay qoldingiz bo'lg'ay. Shuning bilan bog'chaga o'tib derazadan qarasam, bir parcha suratga qarab o'tiribsiz. Kimning rasmi edi momo? Siz to'liq amroq birchining yuzi edi. Yuzi qo'lida. Nasiba momo qo'lidagi oila surati edi. U jildan beri oyisi bilan ko'risholmagan edi. Uydan chiqmag'ili zaman bo'lib qolgan edi. Uning qo'shna qo'limlari, yaqin yarqilari va urug' turganligi bo'lgan sig'inib borgan siri cho'chiyib ketgan edi. Ulug' kichik nitavan Nasiba momo oila suratiga qaratgan edi. Chog'lar to'liq go'zal edi. Yiroq yaqin demay ko'rishibla turardik. Ya ular keladi, ya biz kelardik. Biroq mana hozir kelib ketishimiz biroq hozir
Yağlar geldi. Bırak mana hazır kitip kilemeyimiz. Aralık Musa Pimoğlu var. Burunqi çağları bolğan bolsa, biz amal qilib berib mi kelatdik. Biroq hozir to'liq afsus. Yüz turani ko'risholmaymiz. Faqat ancha telefonda ko'rishib qo'yamiz xolos. Hammasi ko'rgim bek ketdi. To'nungizni yurib qilmang jinim mo'ma, dedi Ahmadjon va orqaga urilib yugurunicha ketib qoldi. 10 minut o'tdi ya o'tmadi. Nasiba mo'maning qo'ng'irog'i yana bir besildi. Jiring, jiring. Qo'lida kompyuter, yuzida liqqada kulka bilan Ahmadjon qarab turardi. Bosdi. Mana endi amroq kishilarimiz bilan yuzturani ko'rishaysiz, dedi Ahmadjon kulib turib. Nasiba mo'ma hayron qolgan holda. Qandoq deysiz? dedi. Ben sizinle görüşüşünü halaydıgan kişilerimiz bilen görüştürüp koymayın. Bir arılık, dedi Ahmetcan. Andı Nasibe Muma'nın oruk tukanları uluda Torni uludu. İntayın hayranlık ve hoşallık ilkale görüşünü tuğan oruk tukanları bilen Nasibe Muma. Mana andi bayqı mayüsliki kılçımı eser kılmıgan idi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Ahmadjon bolam. Meni quvvatla xushal qilyapsiz. Bizning vaqtimizda bundaq ishni tasavvur qilishimiz mumkin emas edi. Mana endi qachon xohlasam shu chog'da xohlagan kishim bilan ko'rishaolaganman, dedi Nasiba mo'ma. Buni anglab pehlidan kulayotgan Ahmadjon. Ha, mana mo'mam to'g'imi yetishib oldi. Bugünden başlap siz mu torhumlar mo'may bo'lib ketdingiz da, dedi Ahmadjon. Mo'ma bilan Navra qaqaqlab kulib ketdi.